Dollar yig'ib qo'yganlar darhol ogoh bo'ling. O'zbekistonda dollar va rubl kursi keskin o'zgardi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 25 dekabr kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, rubl kursi o'zgarmadi va 153,71 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 26,46 so'mga oshib 14,239 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 15,27 so'mga ko'tarilib 12,067 so'm bo'ldi, deyilgan xabarda. Azizlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.